Navro'z qo'shni, bu dunyoda bir kim bo'lsa ham o'zing uchun yasha. Shuning uchun qo'yimman ekan. Endi oshna bitib jirman sizni. Ota-onamiz nima jib, nima ichib qo'g'inisidan qilgan xabarim yo'q. Har kunda shuga kelasiz, jez ichasiz, ketasiz. Bu yerdan ham picha qog'oz qog'oz. Shu lo'chi degan shu Rossiya borib kelib bir o'zingizni bir tiklab olsangiz deb maslahat bergan bo'lardim-da. Chun nima deysiz, nima qo'yasiz? Anchadan beri shu narsani qo'ytaman deb odamlar xijolat o'rgatib boshlaydi. Ukangizni ham qarayverib charchab ketdik-ku, Sayful akayda. Bilmayman, ertadan kechgacha qilayotgan ishini o'zi bilmaydi. Ertalab chiqib ketadi uydan, kechqurun kirib keladi. Ovqat tayyor deganda kirib keladi. Foydasi tegdimi yo'qmi? Foydasi vobshem tegmaydi. Ertadan kechgacha qarayman, faqat izlayman, qayerga ketdi, nima qildi. Charchab ketdik. Qarab charchadi. Bir choy ichib olay. Bir choy ichishga qarni ashqab ketdi, jiring. Şöyle bir choy ichsa bormi ekan o'zi? Choy ichib olay bu. Men oshna oldimizga boshqa niyat bilan kelgan edim. Lekin so'm pul kerak bo'ldi. Hozirgi momentda juda sharoit og'irib turibdi. Uydalar har kuni voqirada, har kun gap eshitaman, yetilab chiqasan, kechqurun kelasan dedi. Sen ne daromading bor, ne boshqang bor dedi. Oshna bicha yordam qilib tursangiz. Mobiy taraflama hozir tanimamen yo'q emas, bor, lekin kamroq shu o'zimda ishchilarimga bularga ehson qilishim kerak. Shu narsalarning natijalarini. Mana shunaqa nabayna. Mana. Bizning bezori. Shu bor. Ha? Mana tuyulib yotdi. Oshnasi bilan. Qashim. Faqat yeyishiga qashimda sen Yaxshimi sakaz bo'lmisiz? Salomatlar. Nima qilay buni? Qarab charchadim odam. Kallamga hisob berayman deb. Bu nima ahvol? Bu ertadan kechgacha choyxonada, ertadan kechgacha choyxonada. Nima qilayin aka, hozir choy ichgan degan edim. Navoiyda buni srochno jo'natmasang bo'lmaydi. ketdik. Nima deysiz endi? Jo'natadigan yo'li bor hozir. Boramiz, jo'natamiz. Hozir o'tiraman. O'tir. Shu Keyin biz bir qaror qo'yamiz bo'ladi. Shunday. Qo'yamiz. qo'ying jirat kutib keladi bu bachcha o'zi. Endi buni men ham hozir gaplashib ko'rib o'tirgandim. Endi sizdan gapirishamiz uni betiga. Bu yerdan ham picha qarzlar qolgan. Mendan og'zi yana qarz so'rayapti. Bu aynamiz aytayaptiki, Rossiya bor yoshman dedi. Picha ishlayin dedi. Biletga dedi pul topa olmayapman. Biletga dedi pul bering. Esa ovqat javob har kun so'raydi deyapti. Har kuni ustida. Endi keladi endi nima qilaylik? Sen oshnanga savol bermangmi? Uyda otangdan, akang, ukang nima yeyapti? Sen kunda berda savol bermadingmi? Savol berdim, ko'rsam esim tushyapti, jiyapman dedi. Bilmasam nima o'zimdan ortmaydi dedi. Endi bu yerga meni o'ziniki o'zingizga tavsiya qiling. Buni endi Navoiyda endi buni Moskva jo'natmasak bo'lmaydi. Bu biletdan bir yordam qilishingiz kerak. Bir marta eshitgandim, qarzga bilet beryapti degandi-da. Ha shuni yaparamiz. To'g'ri. Jo'nattiramiz. Siz o'zingiz shahid bo'lasiz. Guvoh bo'lasiz. Tamam. Kafolat. Ketasan endi. Ketib jirish bas qil. Risti kachat qilib, bo'lgan hozir hissalar zara ariqroq bo'lasiz. Ishlab borib. Ishlash kerak. Biz ham endi kam bo'lsa ham ishlayapmiz ham, kamroq bo'lsa ham ishlayapmiz. Oshnangning daromadi bor o'ziga yarasha. Borib qorinni pasaytib ke. Senga hech kim qiz bermaydi keyin. Sayqlaylar. Hammasi bor. Qarin qo'yib Qagan bo'lar. Mayli. Al. Haqqini ovqatlarga harakatga. Ha, Navoiyda ovqatda mib bo'ldi. Biz duo qilayapti, aslida ishni izdan bo'ladi. Ben sağlık olsun. Rabbana kulak fidila ve kulak sana ve kina azab. Turda onda. Hozir operamiz, operab jo'natamiz buni. Adresga borib. Mayli, Moskvaga bo'lsa Moskva boramiz. Bitib jirish ham o'zimga ham yoqmayapti, to'g'risini aytsam. Navoiyda bu bitta narsa gapda, men Rossiyaga ketyapman. Qancha vaqtda bu narsani uzishim kerak, bilet pulini? Biletli bo'ldi. Ha shu biletning narxiga qarab, bir oyligi bor, 15 kunligi bor. Eng uzoqi 1 oy.
Ha. Bajarib ko'ramiz. Abi akasiz qayerda? Manzil qayerda? Manzilga kelib qolsak, Qalqazovatning tarkibi ichida mana şöyle Xalqul aviakassa deydi. Xullas. Boshqa aviakassa kiramiz. Qani. Kir. Bu oldira qolmasin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, kamzormisiz? Salomatligingiz yaxshimi ukam? Ishlaringiz yaxshimi? Mashina Rossiya jo'natish kerak. Abi Sayfiddin keyin ukasi bo'ladi. Ayting o'zingiz, nima qaytish kerak, nima? Shu vrachkam shu salgana ish yo'qmas. Shu ertadan kechgacha jiradi. Kafe, stalovoy bir oshnasi bor, qo'shilib olgan. Oshnasining uni o'zining ishi bor. Shunga ba'zi qilib yuradi. Uyda nima bo'lyapti, nima qilyapti, uni o'ylamaydi. Shu uchun Moskva jo'natish kerak. Bu siz kafolat bo'lsangiz problema yo'q. Hozir yakunda yozib beramiz. Sizga nima pasport kerakmi hozir? Pasportingizni berasiz, yozib beramiz. Mana pasport. Xo'p, bizni kuzatib borayotgan, YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar kimki bilet olmoqchi bo'lsa, oramizda kommunzavod oila bo'lsa, muhtoj oila bo'lsa, endi ba'zi deyarli muhtoj oila ham yo'q, kamdan kam bor bilaman. Agar bo'lsa shunday oilalar imkoniyati boricha qarzga yozib beradi akalar, ukalar. Adres qayerga beriladi? Shuni aytib o'tsangiz. G'aroti, Guliston, Kirov, Qumsangir beriladi. Qalqazobodga beryapsizlar. Berilamiz. Qarzda bironta kafolat olib kelsa, otasini ma ishonarli odamga. Iloji boricha yozib beramiz. Qalqazobod, Qumsangir, Guliston shu hamma shu. G'aroti, Qumsangir shu yoqlarda. Biletlarga garantiyami farshiba chiqib nima bo'lib qolmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bironta chiqqani yo'q, chiqmaydi inshaalloh. Hammasi Turan davlatning oldisi soat 8 dan 6gacha kelib yozib beramiz deb kechasi ham. Juda yaxshi. Arzon narxda. sertifikatlarim ham bor. Qaydoyi shuni olib ko'rsin, mana shu sertifikat. Qaydoyi. Sonlanmasdan ishlaymiz tayin olib ketadigan bilan sayt emas bizniki. Telefondan yozib bermaymiz. Bunday elektron bo'lib beriladi. Ya, elektronda. Hay mana eshityapsiz o'zlaringiz. Bu yoqqa kelishmi, bu yoqqa borishmi, Liboy hay so'rab ko'rsa, narxi arzon to'g'ri kelsa, oladi. Hay boshqa yerdan narxlarni so'raysizlar, qo'lay kelsa, bemalol biletni olaverasiz. Oramizda mana shunday bir kommunzavod qilingan oila bo'lsa, bemalol kelib bilet yozdirishlaringiz mumkin. Ekranda ko'rib turgan telefon nomer. Ismingiz nima? Xalqul. Xalqul do'stimiz telefonga javob beradi, jigarlar. Mana bugun biz Qalqazovoddamiz, jigarlar. Qalqazovodni bilgan biladi, bilmagan Qalqazovodga kelsa biladi. Hammalarga rahmat ko'zga. Mana endi bizni ish yo'qmas, ukam meni Moskvaga ketyapti mana. Endi Xayrlarsiz. oshnang qanday qiladi oshnang? Oshnang buzib qoladi endi. Oshnang olib ketaman. Oshnangga ham birdan olib berolmasam. Hay buni hammasi Shunday bitta arzilaydi, akalar, ukalar. Hay mana biz ishonamiz, ko'p partishlarimiz bilet olyapti. Ko'p o'zimizga ham shunday narsa kelganki, biz Qizilobodda va YouTube'ga chiqarimda shunday bir mashinalik aviakassalar deb o'tirgan gaplar ham bo'lgan bizga kelgan shunday murojaatlar. Shunday narsalardan Xudo saqlasin har bir inson to'g'ri yo'lga chorlayapmiz, ishonchli aviakassalar ukalar. Tanlovda adashmangizlar. Yana o'zingiz bilasizlar. Qizilobod TV kanaliga obuna bo'ling. Qizilobod TV kanaliga obuna bo'ling.